guruhimiz ham tajribalarini taqdimot qilishyapti. Sistem texnologiyasida muhandislikda baklashka uchun nima qildik? Tashlandiq materiallardan selofanda olib, pul motorikasi orqali o'rab qildik. Keyin buni ko'tarishga qulaylik bo'lish uchun sumkacha shaklida qildik. Biza tajriba o'tkazganimizda bog'chada har xil selofanlardan qilganimizda bolalarda katta qiziqish uyg'otdi. Rang-barang bo'lib chiqdi. Keyin bular ham bolani qo'l motorikasiga ham yordam beradi. Bunga xohlasangiz issiq suv, xohlasangiz iliq suv qilib ishlatishingiz ham mumkin. Yaxshi. Bizniki ham STEM texnologiyasi birinchi bo'ladi, keyin tajribamiz. STEM texnologiyasi bo'yicha texnologiyani oldik. Texnologiyada bir joydan havo yordamida bir joydan ikkinchi joyga suvni havo yordamida o'tkazish. Mana bu suv soldik, mana keyin mana paklashka afisha, mana bu qo'ydik, cho'pchaq qo'ydik. Keyin mana bunday, keyin mana sharni shiri. Sharni shiri, mana baklashkaga birinchi aylantirib oldik pasni sharida. Havo chiqib ketmaydi, aylantirib turing. ishlab turingsiz. Mana havo yordamida suv mana baklashkadan bu ikkinchi joyga o'tyapti. Shu narsani mana bolalarga ham qiziqarli bolalarga, mana ham sharshirganda ham bolalarga foydali tomonlari juda ko'p. Mana sovuq suv issiq suv tajribasi bo'lib, bunda Ana prozrachniy bunga solaman, Ustiga qo'ymoqchi edik. ustini yopamiz. Buni ustini yopamiz. Bug'lanishni ko'rsatasiz. Bug'lanishi, boya aytganlaridek mana suv, mana Shisha shishada bug'lanib, yana ichiga qaytib mana tushadi. suv tushishi. olmay tursin. Pichib bug'lanaversa Bug'lanib, Keyin tomchi bo'lib. Shunga rangi ko'p chiqadi buvimiz. mana o'zi rang bo'lyapti, o'zgaryapti. Xuddi boyagi tabiatda havo suvda aylanishi issiq bo'lganligi uchun boyagi yerdagi suvlar qurib buzilib tepaga chiqadi. Shunga ham Keyin haligi bitib turish, keyin gulni suv sepsangiz gul ochiladi. mayda Suvga qo'ying, O'zi ochiladi. mana ochiladi. Keyin boya yana qirchani qilmoqchi edik, suvga boya tajriba qilib. Ana.